chizma markazi 0 nuqtada bo'lgan ayna beryapti. Ya'ni markazi 10 o'tkazish 0 markazi 0 nuqtada va D nuqtamiz 0,6 deyapti. Mana D nuqtamiz 0,6 nuqtadan o'tuvchi chorak ayna tasvirlanyapti. A12 nuqtadan o'tkazilgan qurilma aynaga S va B nuqtada ko'rinadi. Mana shu nuqtada o'tkaziladigan A qurilmamiz aynaga S nuqtadan o'tkazilgan. A savoliga ketyapti. A plus B ni so'rayapti. B savoliga esa mana shu bo'yalgan sohani oy suv atrofida aylantirishdan, ya'ni oy suv atrofida mana shu bo'yalgan sohani, mana shu soha bilan mana bu soha. Mana shu sohani oy x uq atrofida 360 gradusga aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmi so'rayapti. Nima qilamiz? Qanday ishlaymiz? Xo'p, birinchi qiladigan ishni aytaman. Radiusi 6 ga teng ma'lum. Mana bu 6 ga teng. Buni qandaydir t nuqta deymiz. To'g'rimi? Chunki mana bu radius bo'lyapti, bu ham radius bo'lyapti 6. Mana bu x tashlaganmiz, mana bu perpendicular tushadigan bo'lsak bunga. Mana bu perpendicular, chunki o'rin bo'lyapti perpendicular bilan. Demak, keyin hop, mana bu ham 6 ga teng. Chunki bu ham radius. Hop, keyin yana nima deydi? Mana jami masofamiz 12. Mana bu ham 6 ga teng. Jami 12 ga teng. Mana 12 deyapti. Chunki aniq transparentasi 12 dan 0. Hop, bo'ldi. Demak, nima beryapti? Uchburchagimizni ko'ramiz. Mana shu uchburchagimizda. Mana qoncha, mana bu sinni bo'lyapti, mana qanaqadir aniq bo'lyapti. Mana shu uchburchagimizni chiqaramiz. Demak, bu tomon to'g'richamiz nimaga? Bu 6 bilan 12 bo'lyapti. Sa'ni bo'lsa, sa'ni kvadratga tenglar. Bu esa 44 minus 36 bo'lyapti. Demak, 1 8 teng bo'lgan. Bundan sa'ni chiqarib 6 ni sozda 3 ga teng bo'lishadi. Demak, mana bu joyimiz sa'ni tomonimiz 6 ni sozda 3 ga teng bo'lgan ekan. Xo'p. Endi nima topishimiz kerak bizlar? A plus B ni so'ragan ekan bizdan. Xo'sh. Buni topdik. Endi ona chiradigan bo'lsak, sa'atamizni. Keyin mana bundan biz S uchidan mana shu uchida mana tushiradigan bo'lsa. Shuni mana tushiradigan bo'lsa, mana demaydi bu. Mana buni shundan tashladigan bo'lsa, mana shu tashladigan bo'lsa, mana bu yana bitta mana tushyapti. To'g'rimi? Mana shu tashladigan bo'lsa. Demak, bu yerda nima bo'ladi? A teng bo'ladi, mana qanday kam qilishyapti, mana degan. A mana teng bo'ladi, B masalan mana teng bo'ladi. Barazga B ga teng bo'ladi, endi B ga teng bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu yerdan endi B topsam, ham topgan shuni ketadi. Demak, mana bu tomonimiz 6 soat chiqdi. Bu tomonimiz x degan bo'lsa, bu tomon 12 mana bu x bo'ladi. Mana buni kam qilyapti. Mana bu S K umumiy variant bo'yicha mana shuni foydalanib ketaman. Demak, 36 ning kvadratidan ayirib tashlagan 12 x ning kvadrati teng bo'ladi 6 kvadrati x kvadratiga. B mana degimiz umumiy bo'yicha. Demak, 36 minusdan 12 minus x ning kvadrati. Xo'p, teng bo'lishi 6 ning kvadrati minus x kvadrati. Mana shu yerdan x topishimiz kerak. Demak, 36 bo'ladi. Minusdan 144, minusdan 24 da x plus x kvadrat minus x kvadrat teng bo'ladi. Buni qo'yamiz 36. Demak, 108 bo'ladi minus x kvadrat. X kvadratni biz hal etadi.
uchburchagimizdan biri topamiz endi. Mana bu asosimiz bor, bu bor, endi bo'ldi. Bir topsak bo'ldi. Demak, mana bu yerdan hisoblayman. 1 kvadrati teng bo'ladi. 1 kvadrati 6 izosi 3 kvadrati minusdan 9 kvadrati. Demak, bu 108 minusdan 81 degani. Hop, buni hisoblaysak, necha bo'ladi? 27 mi? 27 ga bo'ladi. Bunda kelishadi, b teng bo'lar ekan, 3 izosi 3 ga teng bo'ladi ekan. Demak, men b ni topdim. Demak, a topadigan bo'lsak, biz mana tushyapti, mana tushyapti. Demak, a mana teng bo'ladi, a bo'ladi. Chunki mana bu a mana bu a teng bo'ladi. Demak, a bizga teng bo'lgan berib, a teng bo'ladi. Mana 12 minus x dir. 12 minus x dir. 12 bor. Keyin x minus 9 ga teng bo'lyapti. X minus 9 ga teng bo'lgan ayramiz 9 dir. Demak, 3 ga teng bo'lgan a. Bizga birinchi savolimiz so'ralgan edi. A plus bilan yozamiz. Demak, a plus bilan yozamiz nima bo'lar ekan? 3 plus 3 izosi 3 ga teng bo'lgan ekan. Bu kelib chiqdi. Bu ketdi. Xo'p, endi mana shuni aylantirishdan hosil bo'lgan jismni hajmi so'rayapti. Buni aylantiradigan bo'lsa nima bo'ladi? Mana buni 310 shikasini bundan aylantiradigan bo'lsa qonsiz bo'ladi-da. Mana shuncha qonsiz bo'ladi. Chizadigan bo'lsak, mana shuncha qonsiz bo'ladi. Xo'p, keyin mana shu qonsiz ichiga yarim shar chizib qo'yadi. Yarim shar chizib qo'yadi. Keyin mana shu qonsiz hajmdan yarim sharni hajmini aytib tashlayman. Menga bo'yalgan qismini hajmi qolib ketadi. Demak, bunda mana tushyapti, mana radiuslar. Demak, radius nima degan bo'ladi? Bundan aylantiradigan bo'lsam, radius 9 ham berilmayapti. Demak, hop, balandligi bu bo'lyapti. Balandligi bunga teng bo'lgan. Hop, radius radius nima degan? Buni aylantirasizmi degan? Xo'sh. Bundan nuqta. Endi men bir nuqtani mana bu bir nuqtani koordinatasini olib borish kerak, chunki menga radius kerak. Hop. Nechiga radius? Xo'sh. Ha. Qayerda topaman? Aha, bo'ldi. Mana bu burchakni alfa deydigan bo'lsa ham, mana bu burchakni ham alfa deydigan bo'ladi. To'g'ri? Hop, mana bu jami. Buni qayerda bo'ladi? Mana tushgandan keyin mana bu masofa jami necha edi? Jami 12 edi. Hop, mana bu a masofa necha edi? 3 edi. Demak, mana bu 9 edi bo'lgan. Bu 9 edi ma'lum. Mana tushyapti-ku. Qolgan qismini mana 9 edi topdim mana bu qismini. To'g'ri? Xo'p, mana bu chat qarayapman. Mana shu chat tangizni qaraydigan bo'lsam, tan minusdan alfa teng bo'ladi. Shu burchak qarasa katet. Ya'ni b ni nisbati 9 ga. B nima bo'lgan? 3 izosi 3 tanasi 9 edi. Demak, bu hisoblaydigan bo'lsak, izosi 3 tanasi 3 ga teng bo'ladi. Tangiz ham. Ikkinchi tomonda bir to'g'ri burchak tushirsak, tangiz ham bo'ladigan bo'lsa. Hop, tangiz ham teng bo'ladi. Shu burchak qarasa katet. Nima qanday ma'lum? Hop, s harfi nima? S. Ya'ni mana bu. B nuqta deylik, mana bu nuqta. Bu demasmi? Mana bu nuqta deylik, mana bu masofamiz. S masofamiz teng bo'ladi. Tangiz ham topamiz. Tangiz ham topadigan s tarafdan mana shu tarafga katetni a ga nisbatan. Demak, tangiz ham mana izosi 3 tanasi berilgan. Men shuni sim topishim. Demak, tangiz ham bundan qo'ygansan. Izosi 3 tanasi bo'ladi. Teng bo'ladi. S tanasi bundan qo'ygan a nima deydi? Hop, a 3 ga teng edi. Demak, bundan chiqadiki s izosi 3 ga teng bo'lgan ekan. Hop, s izosi 3 ga teng topdim. B masofam mana bu yerga teng. B masofam bu yerga. B necha teng? 3 izosi 3 ga teng. Demak, mana bu B nuqtani ichidagi B nuqtani koordinatasi 3
393 plus 393 4 393 bo'lgan. Demak, 0 4 393 ga bo'lgan ekan. Bir nuqtani koordinatasi. Topdim. Endi radiusga bo'lgan ekan. Mana shu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa. 4 393 ga bo'lgan ekan radiusi. Uni topdim. 4 393 ga bo'lgan ekan radiusi. Bo'ldi, mana shu konstni hajmidan aytishman. Shartli hajmidan, yarim shart. Demak, S v shartli v konstni tenglar bir taqsim qiluvchi S asos ko'paytirib to'qnash keldi. Bu topadigan o'zi demak bir taqsim qiluvchi S asosini R kvadrat ko'paytirib to'qnash bo'lyapti. Bizga hamma joyda o'rnilgan bo'lsa bir taqsim qiluvchi P o'rniga o'chiramiz. R kvadrat 463 kvadrat 16 bo'ladi. Ko'paytirib balandligimiz h bo'lyapti. Demak 48 kira 12 bo'lyapti. Bu to'rtimiz bu konst hajmi. Endi men aylantirma shar bo'lyapti. Sharning hajmi yarim meter bo'ladi. Yarim shar bo'ladi aylantirgan bo'lsa. Demak, v sharni yarmi teng bo'ladi. Bu sharni yarmi 4 taqsim 3 edi. 4 taqsim 3 esa 4 taqsim 3 berib bo'ladigan 2 taqsim 3 bo'ladi. 2 taqsim 3 p r 4. Mana shuni hisoblashmaydi. Chunki shar o'zi nimasi radius 4 taqsim 3 berib qo'ydi. Mana bu hodisaga nima? Mana bu aylantirgan bo'lsa yarim shar bo'ladi. To'liq shar emas, yarim shar. Chunki mana bu o'zi yarim chorak qismda mana bu yarim aylantirib turibdi. Shuning uchun endi shartli hajmini topadigan bo'lsak, bo'ldi. Konstant shartli hajmini tashlaymiz, qolgan 2 taqsim 3 2 taqsim 3 p r 4. Demak, 2 taqsim 3 yozamiz. P o'rniga 3 yozamiz. Demak, bizga erimiz 6 ga tegadi. Mana radiusimiz 6 ga tegadi. Demak, 6 ga bo'lyapti. 6 ga 216. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 2 ko'paytirib 216 bo'lyapti. Bo'ldi endi mana shu bo'yalgan sohani, mana oy hisoblatroqda hosil bo'lgan jismni hajmi to'playdigan bo'lsak, oxirgi ishi ve oy kvadratlardan hosil bo'lgan jism hajmi. Xo'p. 48 kira 12 dan ayirtashim ekan. 12 ga 216. Xo'p. Bizga hozir p ni 3 deb olim demagan, shuni qarash. P ni 3 deb olim demagan. Demagan bo'lsa, nima bo'ladi? 16 kira mana bu yerimiz p ko'paytirib 16 kira 13 bo'ladi. 16 kira 12 bo'ladi. Bu yerda p ni 3 deb oling demagan bo'lsa, u holda nima bo'ladi? Xo'p, bu yerda 216 taqsim 3 bo'lgan bo'lsa, bu 72. 72 kira 2 ekanda. 72 kira 2 p bo'lyapti. 144 p ekan. 144 p. Demak, sharning hajmi 144 p ga teng bo'lgan ekan. Buni topdik. Xo'p, endi ayirtashim kerak v konstant hajmidan ayirtashim v shar, yarim shar. Chunki mana konstant aylantirgan to'liq konstant yarim yarim shar bo'ladi. Yarim sharni ayirtashim hajmi. Demak, 16 kira 12 bo'lyapti. Ko'paytiradigan bo'lsak 160 bo'lgan bo'lsa keyin plyusda 32. 192 ekan. 192 p dan ayirtashim. 192 p dan ayirtashim kerak. 144 p. Aylanmasi qancha bo'ladi? Demak, 48 p qoladi. Bo'ldi. Demak, nima bo'ldi? Xo'p, A savolimizda so'raganda A plus B nima soni 3 plus 363 kelib chiqdi. B savolimizga esa oy kvadratdan ayirtishdan hosil bo'lgan jism hajmi 48 p ga teng kelib chiqdi. Mana to'g'ri xulosa berib borishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan 45-savolimiz